80-kvartira ozgina to'xtab turgandi, endi ishni boshladik. Bu yer bir boboydi kvartirasi, qisman remont qildiryapti. Elektrika santexnikasini qilgandik. Endi shpaglovka, pollar ag'itib qo'yamiz. Shunaqa ishlarni qilamiz. Bir sloy shpaglovka bo'ldi. Endi ikkinchi sloy yuradi. Bu yerda suvlar o'tkazilgan, ko'rib bo'ladi. Eshiklarni ozroq o'zgartirdik. Shpaglovka ketadi. Pol 2'dan 3 doğruyunda parametre koyuyor. İki konalı kvartira. Yerden şitti. Stenanın içine kıyılan bir taş kahveydi. Eşikler yapıldı. Shunaqa ish ketyapti, bugün adeklar yapıp da aylanib chiqaman. Ko'rsataman.